Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Oximoboyev kolxozi hozirgi Tamaddun mahallasida tug'ilgan. Lomonosov nomli 10-o'rta ta'lim maktabida o'qigan. Xushboq Rahim Buxoro davlat pedagogika institutining fizika-matematika fakultetini tugatgan. Toshkent politexnika oliygohida ishlagan falsafa fanlar nomzodi. Xushboq Rahim faylasuf olim, iste'dodli shoirligini yaxshi bilamiz. Prezidentimiz 2025-yili Navro'z bayramida shoirga faxrli akademik unvoni va do'stlik medalini berdi. Shoir Xushboq Rahimning she'rlari o'ziga xosligi va ijtimoiy yuki bilan boshqalar ijodidan ajralib turadi. Xushboq Rahim 85 yoshga to'ldi, ammo hozir ham ijodini davom ettirmoqda. Sevimli shoirimizning Ayrilgaza, G'ovurgon, Yurak sadolari, Ko'kdan tushmagan kitoblar, Qalbdagi bitik, Milliyat, Buxoro qasidasi, Qorako'l noma yoxud Qalb qo'ri, Ko'ngil falsafasi, Chag'anyon yoxud Betakror dunyo, Toshkentim, dunyolar beshigi, Dinonoma, Seni sharaflayman dunyo, Bobotog'ning xumori, Hayrat yoxud Juvalaga qasida, Bektemir, Surxondaryo qasidasi, Tojik do'stim o'zbegingman, Buxoro millat xazinaxonasi kabi kitoblar muallifi. Xushboq Rahim bugungi va kelasi avlodlar ongiga buyuk ajdodlarimiz o'tmishini, turmush tarzini, diniy e'tiqodlarimizni sindirib borishga harakat qiladi. Toki tojik ajdodlarimiz kim bo'lgan, qayerda qanday yashagan, hayotlari qanday bo'lgan kelgusi avlodlarimiz bilsin va faxrlansin deb yozgan. Xushboq Rahim qardosh xalqlar et, tirnoq va qismatdoshligini shunday izohlaydi. Ortiq yo'q, kam emas, odamman odam. Tojik, qozoq, o'zbek tirnoq bilan et, qatag'on qurboni qancha jon, yurtidan badarg'an engo'shi mesxet. Quvg'in qardoshingman, kel xonamiz milliy, bir tarta bir o'tda yonamiz milliy. Inson borki o'z vatanini, tug'ilib o'sgan joyi, o'zi yashayotgan go'shasini bilishga, o'zligini anglab yetishga harakat qiladi. Shoir Xushboq Rahimning turmush o'rtog'i Mahmuda Shirinova 1942-yil Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida tug'ilgan. Buxoro davlat pedagogika institutining o'zbek tili va adabiyot fakultetini tugatgan. Ona tili va adabiyot o'qituvchisi, mehnat faxriysi, Qatralar ko'ksidagi ummon, tafakkur jamoli, risolalar muallifi. Hozirgi kunda shoirimiz Xushboq Rahim Toshkent shahri Bektemir tumanida turmush o'rtog'i Mahmuda Shirinova bilan qarilik yashini surib yashab, ijodlarini davom ettirmoqda. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Quyoshga eng mushtoq tog'larning qori, eng yorqin yulduzlar qavatimga en. Yurtga sadoqatim shunchalar baland, cho'pon qumg'oniday qaynab qoldim men. Surxondaryo, Surxondaryo. Men Xushboq Rahimning barcha kitoblarini o'qib chiqaman. Hozir sizlarga Buxoro qasidasi nomli she'r